Assalomu alaykum. Siz bilan Davra podkasti. O'zbekiston har yili 50 milliard kub metr suv iste'mol qiladi. Uning 90% sug'orishga sarflanadi, 4,3% sanoat va energetikaga beriladi va aholimiz 4,5-4% atrofida suvni iste'mol qiladi. Qolgani baliqchilik xo'jaliklarida ishlatiladi. Mintaqadagi holatimiz shundayki, ichkaridagi suv hajmi faqat 20% biz iste'mol qiladigan suv o'zimizda shakllanadi, bizning geografiyamizda. Qolgan 80% suv qo'shni mamlakatlardan keladigan transchegaraviy daryolar hisobiga. Bunday holatda mintaqadagi eng ko'p aholiga ega bo'lgan O'zbekiston va agrar sohaga eng katta urg'u beradigan mamlakatda suv bu hamma narsa, hayot-mamot. O'zbekistonda so'nggi yillarda suv xo'jaligida kechayotgan islohotlar va bu islohotlar davomida biz to'qnashayotgan muammolar va ularning yechimlari haqida suhbatlashgani O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbarining suv ta'minoti tizimini isloh qilish bo'yicha o'rinbosari Timur Butunboyev hamda O'zbekiston suv xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Zokir Eshpo'latovni taklif etdik Davra podkastga. Timur aka, Zokir aka, sir emas 2017-yilgacha mamlakatimizda suvga bo'lgan, bu resursga bo'lgan munosabat, suvni narxiga, suvdan qanday foydalanishga bo'lgan munosabat juda katta muammolar girdobida qolgan edi. O'zbekiston aholisining faqat 60%da toza ichimlik suviga imkoniyat bor edi. Juda ko'p hududlarimiz juda ham suv bilan ta'minlangan daraja past bo'lgan. Prezidentimizni yaxshi eslayman, 2017-yilda o'sha hududlarga ilk safarlar qilganlarida, odamlar bilan muloqot qilganlarida odamlar ham, fermerlar ham, tadbirkorlar ham suv kerak derdi. Infratuzilmadan ham avvalda suv kerak. Suvsiz hech narsa qilib bo'lmaydi-ku. Qanday rejalar qilish mumkin? Bolalarimiz qanday sog'lom bo'ladi degan masalani qo'yishar. Davlat rahbari katta va'dalar berardilar o'sha paytda. Hozir vaziyat ancha o'zgarganini ko'rdik. Birinchi savolim shunday. Suv islohotlari qanday muammolar bilan boshlandi va bugungi kungacha ularning qaysilariga yechimiga yetib keldik va biz hali ham o'sha jarayondamiz. Suv deganimizda birinchi navbatda ichimlik suvini tasavvur qilamiz va odamlarni eng qiynayotgan masala bu ichimlik suv masalalari bo'ladi. O'shaning uchun ham ko'plab mana shu islohotlar ichimlik suv sohasida amalga oshirilgan. Bugungi kunda 82% aholimiz ichimlik suvi bilan ta'minlangan. 8 yilda 22% ko'tarilibdi. 8 yilga 22% ga bu juda katta natija. Islohotlarga mana shu yillar davomida qariyb 27 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Endi hududlar bo'yicha albatta ko'rsatkichlar turlicha. Bu yerda eng misol uchun bugungi kunda past suv bilan ta'minlangan viloyat bu Surxondaryo viloyati bo'lyapti. 67%, Toshkent shahrida esa qariyb 100% bo'lgan, 99%. Endi Surxondaryo viloyatini misol qilib keltirsak, shu islohotlargacha bu 47% ni tashkil qilgan viloyat o'zi. Umuman olganda mana shu 707 million nafar aholi yangitdan ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlangan. Undan tashqari yana 11,5 millionta aholining suv ta'minoti yaxshilangan. Bu ichimlik suv qismida. Islohotlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, davlatimiz rahbari prezident bo'lib kelganlarida suv xo'jaligi sohasida birinchi qilgan katta islohotlari bu suv xo'jaligi vazirligini alohida vazirlik sifatida tashkil qildilar. Oldin hammamiz bilamiz qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bo'lgan. Undan keyin mana 3 ta qonun chiqdi. Suv kodeksi chiqdi yaqinda. 34 ta prezident darajasidagi hujjatlar, 72 ta hukumat darajasidagi hujjatlar, 110 ga yaqin normativ hujjatlar chiqdi va har qadamda mana shu 2017-yildan boshlab bugungi kunga qadar qaysidir ma'noda shuni normativ reglamentatsiyasi to'g'rilanib, amaldagi ishlar ham korrektirovka qilib borilyapti. Birinchi navbatda suv xo'jaligi vazirligining o'zining va uni quyi o'sha o'rta va quyi bo'g'inining ma'muriy islohotlari amalga oshirilyapti, ularning boshqaruvidagi samaradorligi. Ikkinchi yo'nalishda bu juda qattiq nazoratga olingan va har safar so'raladi raqamlashtirish masalalari, maqbullashtirish masalalarida. Undan keyin sohaga xususiy sektor jalb qilish masalalari. Misol uchun 2017-18-yillarda biz umuman o'ylamagandik suv xo'jaligi sohasiga xususiy sektor tadbirkorlar kirib kelishi mumkin bo'lganini. Bir umr bu soha davlat dotatsiyasida bo'lgan, hech qachon uni bir xususiy sektor uchun jozibadorligini o'ylab ham ko'rganimiz yo'q. Lekin amaliyot shuni ko'rsatyaptiki, juda katta istiqbollar bor ekan suv xo'jaligi sektorida ham. Uchinchi eng katta e'tibor beriladigan narsa bu nasos stansiyalarining samaradorligi. Suv xo'jaligining nasos stansiyalari respublikada eng yirik iste'molchi hisoblanadi. Suv xo'jaligi vazirligi
Va albatta bu Ya'ni energiyani eng ko'p eng iste'mol ko'p iste'mol qiladigan. qiladigan. Endi bugungi kunda ham qariyb 8% iste'mol qiladi butun respublikani iste'molidan. 16-yil, 15-16-yillarda 20% gacha borgan. Butun respublikani iste'molini 20%ni 5dan 1 qismini vazirlik tasarrufidagi nasos stansiyalar xuddi shunday iste'mol qilgan va albatta bu yakuniy iste'molchilarni, ya'ni aholini, fermerlarni ongini o'zgartirish, ya'ni suv tekin degan iboradan qochish. Siz o'sha asosiy yo'nalishlarni sanab o'tyapsiz. Birdaniga qilish ilojsizda. Bu endi sobiq ittifoq davridan boshlab suv xo'jaligida o'sha bosh-boshdoqcha ishlatish, ilm bilan yondashmaslik natijasida biz butun boshli dengizni yo'qotgan davlatmiz. Endi ish boshlangandan keyin o'sha savolim mazmuni shunday edi. Birinchi hal qilishimiz kerak bo'lgan masala nima edi? Qaysi to'siqlarni yengib o'tish jarayonida turibmiz yoki tugatdik biz uni? Bir nechta yo'nalishda jiddiy islohotlar boshlandi 17-yildan. Nafaqat biz, balki har bir davlat mana shu suv xo'jaligi sektorini islohotlar bo'yicha yuradigan davlat baribir xohlasa xohlamasa ayrim to'siqlarga keladi, ilojisiz. Uni birinchi navbatda albatta bu kadrlar salohiyati. Ya'ni tizimni o'zi yangilanishga tayyorligi. O'zgarishlarga, islohotlarga tizimni va kadrlar tizimini tayyorlash. Kadrlar tizimni o'zi tayyorlanishi, uni tizimni o'sha vertikal boshqaruv tizimini o'zi, kadrlar salohiyati, juda ko'p masala bor uni tagida. Bundan tashqari yakuniy iste'molchilar ongi, ularni yangilikka tayyorligi, ular qanday qabul qilishi va uchinchisi bu albatta ishlab chiqarish infratuzilmasini tayyorligi. Ya'ni mana shu suv tejovchi qimmat suv tejovchi texnologiyalar to'g'risida, sug'orish texnologiyalari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu yomg'irlatib sug'orish, tomchilatib sug'orish, diskret sug'orishlar, mobil sug'orishlar hammasi albatta qanaqadir miqdorda mablag' talab qiladi va uni joriy qilishga albatta o'sha fermerlarimiz ham, yakuniy iste'molchilarimiz ham tayyor bo'lishi mumkin va albatta eng muhim omil desak ham bo'ladi, moliyalashtirish omili. Moliyalashtirish bo'lmasa hech qanday islohot yurmaydi. Uni o'zinglar ham juda yaxshi bilasizlar. Suv xo'jaligi sektoriga qariyb 100 trillion so'm shu yillarda, so'nggi shu 7-8 yilda yo'naltirilgan. Undan 70 trillioni bu davlat byudjeti, mahalliy byudjetlar va o'sha xalqaro moliya institutlari bilan bog'liq fermer va klasterlarimiz davlat siyosatini, mana shu yo'nalishda olib borilayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlayotgandan biz mamnunmiz. Ular ham o'ziga biriktirilgan tarmoqlarda avtomatlashtirish jarayonini boyagi suv tejovchini joriy qilish uchun qariyb 30 trillion so'm sarflagan mana shu oxirgi yillarda. Bir parallel keltirmoqchiman. O'zi Yevropani hammamiz integratsion model sifatida havas qiladigan Yevropa ittifoqini boshlanishi ham resurslardagi muammolarga borib taqaladi. O'sha 20-asrdagi katta urushlarni kichik iqtisodiy sabablardan biri bu o'sha ko'mir va po'latga bo'lgan ehtiyoj tufayli bo'lgan. Mana Yevropa ittifoqi ham o'sha ko'mir va po'lat resurslaridan umumiy foydalanish asosidagi bir shartnomadan boshlanadi buni tarixi. Va bizni mintaqamizda ham energetika, ko'p bir resurslar qatori suv ham bir taqchil resurs hisoblanadi. Ya'ni suv bilamiz, o'tgan davrda mamlakatlar o'rtasidagi bir nizo obyektiga aylangandi, lekin mana davlat rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosat, diplomatiya, yaxshi qo'shnichilik siyosati natijasida hozir muammolar yechildi va suv bu hamkorligimizni asosi, diplomatiyamizni bir bo'g'ini bo'lib hisoblanadi va shu o'rinda bizga juda har bir bu tomoshabinga qiziq bo'lardi. Ya'ni O'zbekiston o'sha davlat darajasida suv diplomatiyasini qanday olib boryapti? Suv bizni mintaqani birlashtiradigan bir omilga aylanishi uchun nimalar qilinyapti? Muhtaram prezidentimiz ishga kirishganlardan birinchi ustuvor vazifa bu qo'shni davlatlar bilan yaqin qo'shnichilik munosabatlarni yaxshilash. Bu suv xo'jaligi sohasida juda katta bizga imkoniyatlar ochdi. Chunki bu aytganda yig'ilib qolgan muammolar bor edi. Aynan bizda chegara zonalarida, mintaqalarda joylashgan suv obyektlarimiz bor. Suv munosabatlarini ham transchegaraviy bo'lganiga har kuni uni operativ boshqarish ehtiyoji bor. Tashkilotlari bilan aloqa o'rnatish, gaplashish juda qiyin bo'lib qolgandi. Yangi ochilgan bizga imkoniyatlar o'sha muammolar to'liq hal qildi desak bo'ladi. Joylarda ham qo'shnilar bilan aloqa o'rnatish osonlashdi. Ha, suvchilar bir-biri bilan til topishi, umuman borish kelish va o'sha
suv taqsimotini operator boshqarishi kerak. Chunki ayniqsa kichik suv manbalarida suv sarfi keskin o'zgarib turadi. Kecha kunduz bilan soat bilan o'zgarib turadi. Uni tezkor boshqarish kerak. Oldin davlatlar gaplashmagan ekan, suvchilar ham imkoniyat bor. Suvchilar ham imkoniyat bo'lmagandi. Shuning uchun hozir imkoniyat shunaqa bo'ldiki, biz bemalol o'tib qaytishimiz mumkin, bemalol o'sha suv taqsimoti bo'yicha gaplashishimiz mumkin, umuman malaka oshirishimiz mumkin, bir-birimiz bilan tajriba almashish juda ko'p masalalarda. Va bu kichik darajada, lekin vazirlik darajasida ham bu bevosita hozir telefon orqali ham oldinlari agar to'g'risini aytish kerak, yig'ilishlarda borganda ham ozroq xavotir bilan borilardi, bir-biriga qarshi fikrlar bildirilardi boshqa. Hozirgida umuman bunaqa masalalar yo'q. Hozirgi kunda shu Markaziy Osiyo mintaqasidagi hamma suvchilar daryolarimiz transchegaraviyga bo'linganligiga tahdid sifatida emas, balki juda katta imkoniyat sifatida qarayapti. Yangi imkoniyatlar mana 2021-yil ham, mana shu o'tib ketayotgan 25-yilda ham suv tanqisligi kuzatildi. Lekin mana shu holatdan bemalol hamjihatlikda chiqib ketdik. 5 ta davlat bir bo'lib xayrixohlik bor-da. Kuzatadigan bo'lsak, o'sha mintaqalarda o'sha turli nizolar qo'zg'ash mumkin bo'lgan, kezi kelganda provokatsiya qilish mumkin bo'lgan asosiy sabablardan biri sifatida suv muammosini xuddi shunday. Bu yerda etnik masalalar agar birinchi bo'lib eslanadigan bo'lsa, nizolar qo'zg'atishga yoki bir tinchlikka tahdidlar solishi mumkin bo'lgan. Ikkinchisi suv edi va Markaziy Osiyoda bu alohida bir xos masala edi, xos yo'nalish edi. Buni hal qilmasdan turib hech qanday rivojlanish yoki ahil qo'shnichilik haqida gaplar ham bo'lishi mumkin emas edi. O'sha davlat rahbarini ilk amalga oshirgan o'sha qo'shnilar bilan aloqalarni tiklashda butun xalqimiz guvohi bo'lib turdiki, suv masalasi eng ustuvor masalalardan biri bo'ldi. Bugun bemalol aytishimiz mumkin. Siz aytgandek, Timur aka, bugun bu talashadigan yoki bir tahdidga aylanadigan emas, balki hamkorlik qilish mumkin bo'lgan qo'shnilarimiz bilan asosiy yo'nalishlarimizdan biriga aylandi. Shunday. Yana bitta e'tiborga loyiq narsa bu mana shu suv diplomatiyasi kafedrasi ochilgan Irrigatsiya universitetida. Juda yaxshi o'qitish jarayonini olib ketyapti, umuman alohida fan sifatida kirdi. Hamda mana bizda juda yaxshi baza bor, o'qitish bo'yicha suvchilar maktabi tashkil qilingan 2023-yilda prezidentimiz tashabbusi bilan bo'lgan fermerlar maktabidan keyingi bosqich bo'ldi bu suv yo'nalishida. Mana shu 2 yil ichida 80 mingdan ortiq suvchilar, quruvchilar, pudratchilar, fermerlar hamda bank xodimlarini o'qityapti u maktab va bugungi kunda mana shu 2025-yilda barcha 5 ta qo'shni davlatlarimiz iltimos qilyaptiki, bizni xodimlarimizni ham o'qitib bering deb. O'shaning uchun mana shu hamma qo'shni davlatlarimizdan 15 ta, 20 ta, 30 tagacha xodimini o'qitib beryapmiz hozir. O'zi mana Markaziy Osiyo umumiy muammolar, umumiy yutuqlarda hammasi bir-biriga qarishib kechadi. O'zbekiston eng ko'p sug'oriladigan maydonga ega bo'lgan mamlakat deyapmiz va qishloq xo'jaligi ham uzoq vaqt diversifikatsiya bo'lmagani, ya'ni faqat monoton bir xil ekin ekib va yana eng ko'p suv isrof etiladigan paxtaga, g'allaga va yana boshqa ekinlarga faqatgina fokusni qaratganimiz ham bizni suv resurslarimizni juda ko'pini isrof bo'lishiga olib keldi va jarayonni muammolarini tuzatishga uzoq vaqt urinilmaganda. Ko'ryapmiz, mana hozir hammasini million gektar yerlarni suv tejamkor texnologiyaga o'tkazish oson kechmayapti. Bu suv tejaladigan bir ne'mat sifatida ham suvni qaralmagan. tovar deb ko'rmadikda, suvni narxi borligini, suv faqat ariqdan oqadigan emas, kamayishi mumkin. va uni yaratib bo'lma. Eng yomoni uni ishlab chiqara olmaymiz kiyimga o'xshabda. Bu kelajakning ham haqqi ekanligi. Shu suvga tovar sifatida va u juda qimmatbaho tovar sifatida qaralmaganimiz, o'sha siz aytganingizdek, hatto bu xususiy sektor uchun ham muhim resurs ekanligini tushunmaganimiz ko'p muammolarning yig'ilib kelishiga sabab bo'ldi. Savol bermoqchiman. Mana hozir Suv xo'jaligi vazirligi asosan fermerlar bilan ishlaydi. Fermerlarni suvni iqtisod qilishga, rag'batini uyg'otishga qanday choralar ko'rilyapti? Suv tejamkor texnologiyalar o'rnatganlarga subsidiyalar bo'lsa, mana shular haqida ham axborot bersangiz. Davlat faqatgina narxni oshirib qo'yib, suvni tejashga undashi boshqa, lekin fermerlar yoniga bir baqamti bo'lib kirishi boshqada bu vaziyatda. Chunki fermerga yaratadigan mahsulot ham kerak bizga, oziq-ovqat xavfsizligi. U ishlashi kerak. Tabiiy suvni hajmi yildan-yilga kamayib boryapti. Buni oddiy ko'z bilan ham ko'rib turibmiz.
va yog'ingarchilik miqdori ham o'zgarib bo'lyapti. 7-8 yilda shiddat bilan iqtisodiyotimiz rivojlanyapti. Bu suvga talabni oshiryapti, aholi sonini o'syapti. Tabiiyki, suvga bo'lgan talab va tanqisligini yuzaga keltiryapti. Bunday sharoitda endi asosiy bizda yo'limiz mavjud suvdan samarali va tejamli foydalanish. Bu yerda qilinadigan asosiy bu yo'nalishlarimiz desak bo'ladi, suvni manbadan dalaga yetkazib berish jarayoni. Bu yerda shu sug'orish tarmoqlarini suvda bexato sarfini kamaytirish va ikkinchi yo'nalishimiz bu dalani o'zida suv sarfini kamaytirish. O'sha suv sarfini kamaytirish uchun dalani o'zida suv tejovchi texnologiyalar oldin fermerlarni o'zlari kuchlari yetgancha joriy qilinardi. 17-yildan boshlab juda katta bir dasturlar shakllantirildi va suv tejovchi texnologiyalarga jadal kirishildi. Bu jarayonda davlat to'g'ri anglab turibdi. Bu yerda fermerlarning kuchi yetmaydi, kamroq, boshlang'ich mablag'lari kamroq. Shuning uchun davlat tomonidan bir imtiyozli kreditlar berish, subsidiyalar berish, uni qoplab berish va har xil boshqa imtiyozlar berish, masalan, 5 yilga yer soliqdan ozod qilgan. Bu o'sha tomchilab, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy qilganda. Shunday, suvni tejovchi sug'orish texnologiyalari joriy qilganga amalda soliq stavkasi 100 so'm bo'lsa, joriy qilsa hamda raqamlashtirsa 50 so'mgacha tushirish imtiyozlari ko'zda tutilgan. Suv tejash degan so'zini aytganda hammani xayoliga Isroil keladi. Isroil davlati. Haqiqatdan ham 100% maydonini ular zamonaviy sug'orish tizimlariga o'tkazgan. 60-yilda boshlab 2000-yilga kelib, ya'ni 40 yilda ular o'sha 230 ming gektarga yaqin maydonlari bor. 230 ming gektar degani O'zbekistonda 20dan bir qismi. 20 barobar past yerga nisbatan shuncha yil sarflagan. Shuncha yil sarflagan. 22-23-yillarda Ispaniya, Xitoy, Turkiyaga borib o'rganib keldik. Misol uchun Xitoy dunyoda eng yirik qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchisi sektori. Ular ham 35 yilda 51%gacha borgan. Suv tejovchi texnologiyalar qamrovi bo'yicha. Ispaniyani o'zingizlar bilasizlar, ularda juda suv tanqisligi kuchli, ayniqsa yildan yilga yomonlashib boryapti. Mana shu Afrika bilan chegaradosh Andalusiya mintaqasi ham, o'sha hududi ham juda suv masalalari og'ir, lekin butun Yevropani boqadi. Ispaniya Yevropaning tomorqasi degan nom olgan. Ular ham 33 yilda 78%gacha ko'targan qamrovda. Turkiyani oladigan bo'lsak, ular ham shu 23 yilda 22%gacha ko'targan suv qamrovini, suv tejovchi texnologiyalar bilan. Turkiyada har yili 1%ga to'g'ri kelgan ekan. Shunday tejash. Taxminan shunday ketyapti, shunday. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, eng qiziq joyi biz mana shu oxirgi 7-8 yilda 60%gacha qamrab oldik suv tejovchi texnologiyalar. Yaqinda ham 37% edi, man lavhalar qilib. 2 yil oldin lavha qilganman, suv tekin degan mavzuda 37%. Umumiy ekin maydonlarini 60% shu tejamkor texnologiya bilan sug'oryapti. 4-3 million gektarning 2-6 million gektari mana shu yil yakuniga qadar to'liq suv tejovchi texnologiyalarga o'tkaziladi. Yaqinda tog'ga ham borsak ham shlankada suv olib kelganini ko'ring. Tog'da ekilayotgan klublarga ham hatto. Xuddi shunday. Hamma sohalar mana shu xalq degan jumlaning ichida turadi. Tadbirkorlar ham, albatta, rahbarlar ham, hamma aholida, xalqda o'zi suvga nisbatan munosabat o'zgarayotganidan ham darakda. Bu natijalar qachon bo'ladi? Odam islohotlar qachon o'zini yaqqol ifodasini bera boshlaydi? Bunga davlat o'tkazayotgan islohotlarga xalq qo'shila boshlasa, xalqning ishtiroki boshlansa, biz ancha yillar tekin narsaga nisbatni suv orqali berganmiz. Ya'ni mashina oldim, suv tekinga, uy oldim, suv tekinga. Demak, suv bu bizni xalqimizni tejashi kerak bo'lgan, asrashi kerak bo'lgan, qadriga yetishi kerak bo'lgan ne'mat ham bo'lmaganda, so'nggi yillarda o'sha islohotlar bilan birga juda ko'p o'sha davlatimiz rahbari boshchiligida olib borilgan targ'ibotlarning ham ta'siri bo'ldi. Mana siz aytyapsiz. Ko'rsatuv qilganman suv tekin bo'yicha. Suvni tejash kerakligi haqida, bu ne'matligi haqida o'sha faqat hujjatlarda emas yoki bunga mas'ul bo'lgan mutasaddilarni bir tillaridan emas, bugun xalqni tilidan ham eshityapmiz. Suv bu tejalishi kerak bo'lgan mahsulot ekanligi. Bu ma'lumotlarda o'qib qoldim. Agar insonni tanasida mavjud bo'lgan suvni 2% kamaysa, uni aqliy faoliyati 20% ga sekinlashadi. Mana shu ma'lumotlarni bugun odamlarning tilida, oddiy xalqning tilida eshityapmiz. Bu eng muhim va juda dolzarb bo'lgan tomon.
suhbatga tayyorlanayotganda 1 litr suv O'zbekistonda necha pul turadi degan savolni berdida mutasaddilarga. 1 litr suvni emas, 1000 litrni narxini aytishdi. 1000 litr suvimiz 3186 so'm ekan. Aholiga yetib borayotgan. Fermer esa 1 kubometrga 100 so'm berib suv olyapti. O'zbekistonda bu aniq bu suvning asl bahosi emasda, davlat buni subsidiya qilyapti. Ya'ni xalqqa suv arzonroq borishi uchun davlat o'zini yonidan byudjetdan, ya'ni xalqning yana puli ketyapti baribir, qo'shimcha pul beryapti, subsidiya beryapti. Endi mana shu 1000 litr suvni 3186 so'm qilish ham o'zi bu oshgan narx. Suv tariflari o'zgardi. Masalan, byudjet tashkilotlariga 8000 so'm atrofida bo'lsa, oddiy odamlarga 3180, 3200 so'mdan to'lashyapti. Shunda hisobladimda, men ichadigan suv necha pulga tushadi? Mana shu stakanimdagi 250 milligram suv 85 tiyin ekan. Men aytmoqchi emasman, suvni faqatgina shu narxini oshirib qo'yibgina uni isrof qilmaslikka o'rgatish, balki kapitalistik mamlakatlarda bu juda to'g'ri baholanadi. O'zi shu aslida asosiy rag'bat. Lekin bizdagi mamlakat uchun o'sha siz aytgandek xalqni ichiga kirib borish, suvni himoya qilish, suvni e'zozlash, kelajagini haqqi borligini tushunish, boshqacha yo'llar bilan ham kechish kerak. Menimcha ta'lim bunga yordamga kelish kerak, suvga bo'lgan munosabatni o'zgartirishni. Zokir aka, shu mavzuga ham to'xtalib o'tsak, suv haqida, suvni qimmatbaho tovar ekanligini tushunish uchun o'sha asosiy iste'molchilar, fermerlar bilan qanday ish olib borilyapti, oddiy aholi bilan? O'zi suvimiz qayerdan yetib kelyapti, qanchaga tushyapti uni tannarxi va o'zi qancha mavjud suvimiz bor. Mustaqillik yillarida 64 milliard suv ishlatgan bo'lsak, hozir mana 20% dan oshiqqa qisqargan, 50 milliard ishlatyapmiz. Qo'llayapmiz. Texnologiyalar tufayli bu qisqardi. Yo'q, daryolarda suv kamaygani, tabiiy kamaygani hisobiga shuncha ishlata olyapti. Endi biz buni o'sha tejab tergab, hozirgi o'sha 4-3 million gektar yerimizdan hosilni olib, oziq-ovqat xavfsizligiga, umuman aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashimiz uchun o'sha suvdan tejamli foydalanishimiz kerak. Umuman yer egalariga, fermerlar ong'iga singdirishimiz juda muhim va oxirgi yillarda mana juda katta ishlar amalga oshirildi. Oddiy aholida ham o'sha suv tekin emas. Demak, buni ham qadri bor, buni ham qadrlash kerak. Bu ham cheklangan resurs ekanligini tushunib yetyapti. Ko'p e'tibor beraman-da, suv mavzusi haqida davlat rahbari majlislar, yig'ilishlar, taqdimotlarda ishtirok etsalar, eng mayda masalagacha o'zlari bosh-qosh bo'lib muhokamaga kiritadilar-da. Yaqinda esimda shu ariqlarni betonlash mavzusi juda katta muhokama bo'ldi. Juda katta. Butun respublikadan hokimlar har biri hisobot berdi. Bizda manzilga yetib borish yo'lida katta suv yo'qotilishi mavjud. Agar o'sha 90% suvimiz sug'orishga ketayotgan bo'lsa, yo'qotish yaqin yillargacha 40% gacha ham bo'lgan ekan. Bu juda dahshatda. Tasavvur qiling, yarmini yo'lda befoyda yerga singib ketaveradi, hech qanday iqtisodiy samara keltirmaydi mamlakat uchun. Mamlakat esa bunga pul sarflaydi. Mana shu betonlashtirish, zovurlarni, suvlarni o'sha oqilona foydalanish jarayoni qanday kechyapti? Qanaqa loyihalar qilindi? Davlat rahbari qattiq topshiriq bergan edilar bu bo'yicha. Shunday, juda to'g'ri aytasiz. Davlatimiz rahbari shaxsan nazoratida ham ushlab turibdilar bu masalani va o'zlari topshiriq berganlar. Mana suv tejovchi texnologiyalarda 17-yildan boshlab islohotini amalga oshirganimizda ma'lum bir jarayonlardan o'tib, uni ancha izga tushirib oldik. Qaysi ma'noda boshida u faqat gektar maydoniga bog'langan edi, keyin yerning balbonitetiga bog'landi subsidiyalar. Hozirga kelib tizimlarning sifatiga bog'lanyapti. Ya'ni qancha sifatliroq joriy qilsangiz, shuncha ko'proq subsidiya olasiz davlatdan. Endi o'sha mana izga ancha tushib oldi. Suv kredit uz platformasi ishga tushdi, shaffofligi ta'minlandi. Hozir endi uni samaradorligi bo'yicha hosildorlik bilan bog'lash jarayonlari turibdi. Qanchalik samara ko'rsatyapti amalda. Mana shu jarayonlar ishga tushib bo'lgandan keyin tahlillar shuni ko'rsatdiki, 35-40% gacha suvimiz aynan sug'orish tarmoqlarida yo'qotiladi. O'shaning uchun shu yerga singib ketadi, betonlashmagan qoplamda. Yetkazishgacha bo'lgan. Yetkazishgacha bu. Dalagacha. Shunday. 20-23-yillarda 210-320 milliard atrofida ajratilgan bo'lsa, 24-yilda 740 milliard so'm ajratildi faqat betonlashtirishni o'ziga. Mana 25-yilga 840 milliard so'm ajratildi. Keyingi yilga 1 trillion mablag' qo'yilyapti-da. Faqat betonlashtirishni o'ziga, u boshqa gidrotexnik inshootlarni saqlash, rekonstruksiya qilishdan tashqari. Mana shu fermer klasterlarga tegishli bo'lgan kichkina sug'orish tarmoqlari ham
Ya'ni betonlashtirildi. fermerlarning o'zini tashabbusi bilan. O'zini tashabbusi, chunki ular ko'rib turibdiki, hamma ko'rib turibdi davlat Suv qilayotgan kam. ishda-da. Mana shu yana e'tibor qaratib ketmoqchiman-da, mana davlatni Ozgina islohotiga yordam. mana o'sha fermerlar, tadbirkorlarning o'zini qo'shilishini boshlagani, To'g'ri. buni anglashni boshlagani bu eng bir Harakatga keldi. 100% samara olishi mumkin bo'lgan. Shunday. Yana bir oddiy misol, mana lazerni tekislash amalga oshirilyapti. Masalan, Qoraqalpog'iston, Xorazm juda keng joriy qilindi. O'shani ham dalani sug'orishni vaqti 2 barobarga qisqaradi. 3-4 kunda sug'organ joylar 1 kunda, 2 kunda sug'orilib chiqadi. Ya'ni lazer orqali bu egati to'g'ri to'g'ri qilishdi. qiladi. Ham suv tejashga ham hosildorlikka ta'sir qiladi. O'zi qadimdan eng ulug' hurmat qilingan kasb bu murobbilik bo'lganda, suvni adolatli taqsimoti juda ham muhim masala bo'lgan butun insoniyat tarixida. Bo'lib ham bizning hududlarda. Ayniqsa bizning hududda bekorga murob degan qandaydir bir katta bir nima tarix yo'qda, murobchilik nimasi, ilmi, hunari degan. Men yaqinda o'sha O'zbek kosmos faoliyati bilan tanishgani borganimda qanday loyihalar qilinyapti deganda, katta ekranda situatsion markazdek ko'rsatildi. O'zbekistonda mavjud bo'lgan barcha suv omborlarini sun'iy intellekt yordamida o'sha nimadan sun'iy yo'ldoshdan kuzatilyapti va suv kamayyaptimi, ko'payyaptimi va hatto shu suvni deylik Eshmat akaning dalasigacha boradigan, egatigacha borishgacha bo'lgan yo'llarini sarfigacha qancha berish kerak, qachon berish kerak, kunning qaysi payti berish kerak, mana shularni tahlil qilib beradigan dastur ishlayotganini ko'rdimda. Bu dastur shu suv xo'jaligini o'sha tizimlari, sizlarni qoshinglarda juda ko'plab davlat korxonalari ochilgan, ya'ni suvni egalari topilgan-ku, hozir har bir hududda o'zinglarni quyi bo'g'inlaringlar bor. Mana shu dasturni imkoniyatlaridan foydalanish bo'lyaptimi? Qanday innovatsion yechimlar bor? Hali raqamlashtirish haqida gapirdik, mavzu shunga yetib kelyapti nazarimda. Shaxsan davlatimiz rahbarini yaqinda bo'lgan o'sha taqdimotda ham bu bo'yicha qattiq topshiriqlar berilgan va nazoratda turgan masala. Bu faqatgina shu nazoratda turgan masala emas, buni o'zimiz ham juda yaxshi anglab turibmiz. Raqamlashtirishsiz kelajak yo'q. Hamma sohani raqamlashtirish hamra bo'lyapti. Suv xo'jaligida ham bu raqamlashtirishga jiddiy kirishganmiz. Aqlli suv qurilmalari, ya'ni suvni onlayn nazorat qilish qurilmalari o'rnatish. Bu nimaga kerak? Bizda boya o'tgandek suv manbalarida suvning sathi va sarfida o'zgarishlar kuzatiladi. Daryolarda, ayniqsa tabiiy daryolarda. Shuning uchun o'sha joylarda qurilmalar o'rnatish orqali uni qancha suv borligini aniq bilsak, biz o'shanga qarab taqsimotini to'g'ri yo'lga qo'ya olamiz. Operativ boshqaruv va tezkor boshqaruvni yo'lga qo'ya olamiz. Undan keyingisi bizda asosiy 43-44% yerlarimiz turli darajada sho'rlangan, ya'ni melioratsiya holatini doimiy monitoring qilib kuzatib turishimiz kerak biz. Bu jarayonda bizda o'sha kuzatuv quduqlarimiz bor, 27 mingdan ortiq kuzatuv quduqlarimiz. Uni xodimlarimiz har 10 kunda uni yer osti suv sathlarini o'lchab turish kerak, har oy borib suvni minerallashgan darajasini va tuproq sho'rlanish darajalarini o'lchab turish kerak. Bu jarayonlarda soddalashtirish, osonlashtirish, bu o'zi kuzatadigan nuqtalar dalalar ichida joylashgan. Odam borish qiyinroq joylarda. O'sha jarayonlarda to'liq onlayn nazoratga o'tkazish bo'yicha ham o'shalarga dayver qurilmalarni o'rnatganmiz. Bu yerda inson omili kamayadi va o'z vaqtida aniq ma'lumot olib turish imkoniyati yaratiladi. Jarayonda juda katta qog'ozbozlik va byurokratik to'siqlar va vaqtlar hisob qilishga erishilyapti. Chunki o'sha limitni belgilash ham qog'ozda berilardi. Shartnoma 3-4 baroq shartnoma bo'ladi. Bu ham mana hozir o'sha tizimimizga 600 mingdan ortiq iste'molchi kiritildi. Dallolnoma qilishimiz kerak qog'ozda. Bu ham to'liq elektron shaklga o'tkazilgani uchun juda katta bu yerda yengillik yaratildi. Yana tizim raqamlashsa, mani dalamga, gektarimga suv hayda deb tugun ko'tarib borish ham to'xtaydi-da suvchilarga. Bu ham haqiqat-ku, yaqingacha bizni tomonni svetini o'chirma deb odamlar to'ydan oldin borsa, fermerlar mavsumda suv haydash uchun men tomonga haydagin deb janjallar bo'lgan. Bu doim kuzatiladigan holatda raqamlashtirish manimcha shu muammolarni yetsa kerak. Yana hozir muhim bir narsani aytib o'tdingiz. Bu suv nafaqat bu yerni ustidagi daryo kanallarda va yer osti daryolarida ham kamayyapti va buni ya'ni hisobini olish, bunga ham e'tibor qaratish bu keyingi rejalarda umuman
suvni tejashda, prognoz qilishda juda muhim jihat hisoblanadi. Zokir aka hozir raqamlashtirish masalalariga to'xtaldi. Bu yoqda shu Kon geologiya vazirligi, ekologiya vazirligi, O'zgidromet markazi kabi suv bilan bir qismi doirasida ishlaydigan vazirliklarni va idoralarni hammasini boshini bir qilib, mana shu bitta yagona platformada umumlashtirib, undan keyin ko'proq qayerga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsani tizim aniqlab beradi, xudo xolasa. Bundan tashqari sohaga mana shu juda qattiq e'tibor qaratilyapti. Oxirgi prezidentimiz imzolab bergan qarorlarida ham suv xo'jaligi vazirining raqamlashtirish bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Mana shu o'rinbosar ham 15-oktyabrdan ish boshlagan va jiddiy topshiriqlar olgan. Shu bo'yicha o'sha shaxsan mas'ulligi va javobgarligi belgilandi. Moliyalashtirish masalasi hammasi hal qilingan. Faqatgina shu tizimli ishni olib borib, 10 tadan ortiq dasturni yagona platformada jamlab, umuman vazirlik tasarrufidagi 40 mingtaga yaqin datchiklarni bir maromda ishlashini ta'minlab, ikkinchi bosqichdan keyin fermerlarga kiradigan 200 mingta nuqtani integratsiya qilish vazifalari turibdi. O'zi juda ko'pchilik ekspertlar Markaziy Osiyo kelajagi haqida gapirganda yoki O'zbekistonni taraqqiyoti haqida gapirganda, kelajakda bo'lsa urush faqat suv deb bo'ladi, juda dahshatli holatdamiz degan prognozlarni aytishadi. Bu prognozlarni hammasi balandparvoz deya olmaymiz, chunki uni tagida asosiy ham bor. 1000 yillik muzliklar eriyapti deylik Tojikistonda. Shamol bo'lmasa Zarafshonda yog'ingarchilik. yog'ingarchilik haqiqatda butun dunyo hozir mana shu suvga bo'lgan munosabatni o'zgartirish, burilish nuqtasida turibdi. Biz balki uzoq vaqt yo'qotgandirmiz, lekin shu oxirgi yillarda bo'layotgan jadal o'zgarishlar hozir mana xuddi bir uzoq spesifik raqamlarni gapirgandek tuyuldik, lekin har bitta gapi ichida butun boshli xalqni kelajagi, uni oziq-ovqati, dasturxoni, bolalarni salomatligi yotib. Biz bugun ko'proq mana shu suv xo'jaligi vazirligining vakolatida bo'lgan mavzu haqida gaplashdik. O'zbekistonda yana suv ta'minot ham bor, bu bevosita aholi bilan ishlaydi. Ya'ni abonementlarga toza ichimlik suvini yetkazib berish vazifasini bajaradi. Men ular bilan gaplashdimda, bilasizmi aziz homiydi, prezidentimiz xalqni oldidagi eng katta burchim mani suv yetkazish deb aytardilar. Shu va'dani karrasiga ko'proq va tezroq bajarishni oldimizga qo'yganmiz. Shu va'dani bajarish uchun hamma imkoniyat beryaptilar, hamma mablag'ni o'rtaga qo'yyaptilar. Mamlakatda muammolar ko'p, ta'limida qancha muammo bor, energetikasida qancha, yo'lida qancha va hokazo va hokazo, hammasiga pul kerak. Lekin suv eng birinchisi deb bundan hech qanaqa mablag' ayalmayapti. Yoki bo'lmasa o'sha xalqaro bizani donor institutlar, moliya institutlaridan ham birinchi bo'lib xalqimga suv berishim kerak deb shu loyihalarni o'rtaga tashlaydilar deb aytishdi. Bitta faktni aytmasam bo'lmaydi. Garchi mavzuyimizdan biroz chiqsak ham, 2017-yilda Qashqadaryoni Dehqonobod tumanida agar 150 mingdan ortiqroq aholi yashasa, Jahongir aka, tasavvur qiling, o'shani faqat 8 mingtasiga suv borgan. Toza 2%, undan ham kam agar hisoblasak, 2% aholiga kranidan suv tushgan. Qolgan barcha aholi suvni flagalarda qayerdandir tashib kelgan ayollar suv tashigan yoki maxsus mashinalarda o'sha suv yetkazib beradigan idoralar ishlamagan emas, lekin tizimli bo'lmagan, quvurda oqmagan, yetkazib berishgan tepaga. G'uzorda ham xuddi shu. Buxoroni olotida ham o'zingiz yaxshi bilasiz, xuddi shu holat bo'lgan. Juda ko'rsatkich past bo'lgan. Prezident odamlar bilan gaplashganlarda bizga suv bersangiz bo'ldi deyishardi-da o'sha paytda. Hozir o'sha Dehqonoboddagi ko'rsatkich 57% dan ham ortibdi. Juda katta o'zgarish. Hali yarmi odamga yana suv kerak. Lekin jarayon davom etyapti. Jarayon davom etyapti va o'sha Dehqonobod oqsuv proyekti orqali odamlarga suv yetib bordi, 75 mingdan ortiq odamga. Bu eng kichkina bitta loyihani aytyapman. Xuddi shu voqea masalan Jizzaxda bo'lgan. Jizzax o'zi bir etagi suvda-yu, lekin toza suvga bora olmaydi. Masalan, Navoiyda juda ham kam ekan suv gaplashsam. Unga Samarqandda tortib borish kerak ekan. Juda uzoq, adashmasam, balki adashadi yoki Jizzaxda. Xullas aytmoqchimanki, qaysidir hududning relyefi, joylashuv o'rni, suv havzasining bor yo'qligiga qaramasdan xalq u yerda yashayapti-ku. Davlat o'laroq qilib berish kerak bo'lgan birinchi ishi, eng birinchi ehtiyoji suv-ku. Bunsiz qila olmaymiz deb prezidentning o'sha irodasini ko'rdik deb aytyapti-da suvchilar menga. Men ta'sirlandim. Islohotlar ko'p chiroyli bo'lishi mumkin, chiroyli binolar qurishimiz mumkin, lekin eng birinchi xalqimizni salomatligiga, hayotiga daxldor bo'lgan resursni taqdim eta olmas ekanmiz, yurmaydi deb. Albatta. Prezident menimcha
shu suv islohotlarini qilayotganda xalq oldidagi davlatning eng katta qarzini bajaryaptilar. O'zi Alizaxonim, men fikringizni to'liq qo'llab-quvvatlayman. O'zi rahbarimizni har bir islohotlarini tagida xalqqa orzu umidlari, uni dardi yotadi. Mana O'zbekistonni rivojlanishini asosiy 5 ta ustuvor yo'nalishini belgilab bergan. Birinchi bu nima? Bu ta'lim. Tan olaylik, ko'p yillar biz juda bolajon xalqmiz. Biz bolamiz avvalambor o'zimiz emas, bolalarimiz baxtli bo'lishi uchun yashaydigan millatmizda. Ta'lim mana shu eng og'riqli bolalarimizni tarbiyalashda, ularni baxtli qilishdagi eng katta muammoimiz. Davlat rahbari birinchi bo'lib islohotlarni ta'limdan boshladilar va shu 5 ta yo'nalishning aynan birinchisi ham ta'lim. Keyin va bu meditsina, tibbiyot. Agar yana o'sha farzandlarimizga kelyapti-da islohotlar, bolalarimiz sifatli ta'lim olish bilan birga sog'lom o'sishi bu mamlakatning kelajagini hal qiluvchi omillardan biri. Yetuk kadrlar va sog'lom avlod va tadbirkorlik. Bu hayot davom etishini barcha narsasi shuning ichida. Ish joyi bilan ta'minlash, oziq-ovqat xavfsizligi ham mana shu tadbirkorlik bilan umuman hammasi bog'liq. Kambag'allikni qisqartirish barchasi. Va adolatli sud tizimi. Odam yaxshi ta'lim olsa, yaxshi sifatli meditsinadan foydalansa va erkin tadbirkorlik bilan shug'ullansa, uni taqdiri adolatli hal qilinsa sudlarda va mana shu masalalarni ichiga mamlakatimizni rivojlantirishning eng asosiy yo'nalishlarini ichiga suv masalasi qo'shildi. Suv ta'minoti. Bu bejizga emasda, suv ta'lim bilan, suv meditsina bilan o'sha bir qatorga qo'yayotganliklari, mana siz hozir oddiy, kichik deyapsiz, lekin men ham ta'sirlandim. Rahbarimiz uchun menimcha mana shu biz oddiy deyotgan eng muhim masala xalqni rozi bo'lish. Mana kuzatib boramiz-ku, rahbarimiz yig'ilishlar o'tkazadilar, turli joylarda xalqaro uchrashuvlar bo'ladi, juda nufuzli odamlar bilan, mutasaddilar bilan uchrashadilar. Lekin kuzatganmisiz? Davlatimiz rahbari xalqimiz bilan uchrashgandagi kayfiyatlarni. Bu nazarimda men kasbim rejissyor, men har bir lavhani baribir kasb nuqtai nazaridan kuzataman. Davlatimiz rahbarini aynan xalq bilan uchrashgandagi kayfiyatda boshqa uchrashuvlarda ko'rish juda ham qiyin. Xalqni ko'ziga qarab, ular bilan suhbatlashganlarida, ularning dardlarini eshitganlarida, olib borilayotgan islohotlarni bevosita ularning hayotiga ta'siri bo'layotganini his qilganlaridagi bir kayfiyat bu o'zgacha. Shundan bir ko'rinib turibdiki, nafaqat suv masalasi. O'sha islohotlar boshlangandan beri yetakchi bir yo'nalishlar qilib belgilab olingan mana shu 5 ta masala ham har birining tagida o'sha uzoq yillar xalqimizni, millatimizni yig'ilib qolgan. Ayniqsa bugungi kuni bilan, kelajagi bilan bog'liq. Bu mana shu 5 ta ustuvor yo'nalish faqat bugungi kunimizni hal qilish emasdir. Bu ko'plab yillarga bizni xavfsizligimiz nuqtai nazari, umuman O'zbekiston bir davlat sifatida dunyoda o'rni qanday bo'ladi, millat sifatida qanday bo'ladi degan savollarga mana shu islohotlar javob beradi. Hozirgi aytgan gaplaringizga ozgina misol keltirmoqchi edim. Bu lavozimgacha men suv xo'jaligida birinchi o'rinbosar bo'lib ishlaganman. Hozirgi Zokir akani lavozimlari o'shanda Samarqand viloyatiga bir chiquvdik. Urgut tumaniga bordik. Mana kambag'allikdan farovonlik dasturi bo'ldi, juda katta dastur. Birinchi navbatda zarur bo'lgan infratuzilma bilan ta'minlash dasturi. O'sha uning ichida yo'l bor, internet bor, svet, gaz va suv. Suvni o'ziga shu 1.3 trillion atrofida mablag' ajratilgan edi. Aholi tomorqalarini suv bilan ta'minlash bo'yicha. Qayerdadir o'sha kanal qazib borish, qayerdadir aksariyati endi quduq edi, bir 840 tacha quduq qazildi va Urgutda shu quduqda ishga tushganini bir nazorat sifatida borib ko'rishga bordik. Qarasak, suv chiqdi, odamlar u suvni ichyapti. U tomorqani suvi. Yosh bolacha, bir 3 yoshar bolacha kelib ichyapti. Keyin uni endi sal sesga berdik, ozgina o'rgandik, tekshirtirdik. Haqiqatan ichishga yaroqli ekan, baribir buni qaynatib ichinglar deb aytdik-da. Ketmoqchi bo'lganimizda mahalla raisi keldida, siz ketmay turing, bir hoji ota bilan bir hojoni bor, duo qilmoqchi deyishdi-da. Keyin ularni bo'ldi, duo qilamiz deb alay qilib ozgina kutdik. Otaxon yig'lab duo qildi hoji ota. O'sha payti haqiqatan ham mana shu suvchi kasbini muhimligi, mana shu amalga oshirilayotgan islohotlar qanchalik muhimligini
ichingizdan sezib o'zingiz ham bir qaltirab ketasizda. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash deysizmi, umuman qishloq xo'jaligiga sug'oriladigan yerlarga suvni olib borish, umuman suv haqida gapirilganda bunda suv omborlarini ham o'rni juda kattada. Man bir hujjatli film, o'sha To'palang suv ombori haqidagi hujjatli film ustida ishlash jarayonida qiziq faktlarga duch kelgandim, ta'sirlangandim. Bu suv ombori bugun yo'q bo'lishi ham mumkin ekanda. O'sha davlatimiz rahbari bosh vazirlik yillarida shaxsan tashabbus bilan mas'uliyatni og'ir bo'lsa ham yelkalariga olib, bu xalq uchun kerakligini, bu strategik muhim, davlatning kelajagi uchun muhim obyektligini bilib saqlab qolganliklarini bevosita uni guvohi bo'lgan odamlardan eshitdim-da. O'sha yerda hikoya qilib berishyaptiki, hattoki ayrim qishloqlarga yo'l ham bo'lmaydi. O'sha suv omborini tepasida joylashgan qishloqlarda yo'l bo'lmagan. Agar mana talaba O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said mana o'sha qishloqda yashab tug'ilganlar o'sha Toshkentdan qaytib borganda 2 kun, 3 kun yo'l bosish kerak bo'lgan. Qishlog'igacha. U ichimlik suv haqida aytish ham mumkin emas-da. Mana shulargacha rahbar bilganlar, shu meni armonlarim bor deb ko'paydi dedi. Mana shu armonlarini ro'yxatiga qo'shib qo'yganlar. Bugun o'sha yerlarda shu hujjatli filmni suratga olish jarayonida o'sha qishloqqa yo'l borganim. Qishloqda bironta mashina bo'lmagan. Chunki yo'l yo'q. O'sha yerda mashinalar paydo bo'lgan guvoh bo'ldik va toza ichimlik suvi, nafaqat yo'l yetib borganida. Men so'ramoqchi bo'lganim mana shu suv omborlarini o'rni qanchalik muhim va bu yo'nalishda qanaqangi islohotlar davom etyapti. Suv omborlari O'zbekiston uchun, umuman O'zbekiston suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi uchun juda muhim. 70 dan ortiq suv omborlarimiz bor va sel suv omborlarimiz ham bor. Umumiy hajmi ishlatayotgan suvimizni 25-30% tashkil qiladi. Biz oxirgi yillarda ham bu qo'shimcha shu suv havzalarini yaratish, sel suvlaridan, yomg'ir suvlarini to'plab qolib, undan samarali foydalanish masalalariga jiddiy e'tibor qaratib, oxirgi yillarda ham 5 ta 6 ta katta shunaqa suv omborlari qurildi. Bittasi mana To'palang suv ombori. Nafaqat bu sug'orishga, butun Surxondaryoni iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirishga, bu o'sha suv ombori o'zidan boshlaydigan bo'lsak, u yerda GESlar qurildi. Bitta GES emas, u kaskad sifatida 4 ta 5 ta yaqinda mana Zarchok GESlar kaskadlar ishga tushirilib, o'sha energiya manbalari bilan ta'minlash. Undan keyin yaqinda katta loyiha yakunlanyapti. Bu o'sha To'palangdan Termiz shahrigacha suv tortish. O'shangacha olib borish jarayonida ham atroflarga suv, tumanlarga suv tarqatish, toza ichimlik suv bilan ta'minlash juda katta ahamiyatga ega bo'lgan loyiha va bu qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlash. Surxondaryoda ham juda katta nasoslar joylashgan. Bu Sherobod nasos stansiyasi, Amuzang nasos stansiyalari orqali 2, 3, 4 ko'tarma bilan suvni olib boriladi. Bu jarayonda o'sha To'palang suv omboridan mana Xazarbog', Qapchay kanallar tizimini rekonstruksiya qilish loyihasi, investitsiya loyihasi amalga oshirildi va rekonstruksiya qilindi o'sha To'palang suv omborlaridan olinadigan kanallar. Va Sherobod nasos stansiyasiga bog'langan hududlarning ancha qismini o'zoqar suv bilan ta'minlash imkoniyatini yaratdi. Biz ko'p tilga oldik. Bu O'zbekistonda suv sarf etiladigan eng katta yo'nalish bu qishloq xo'jaligiga ketadi. Bu 90% suvimiz va 4.3% sanoat va energetikaga beryapmiz va 4.5% aholi iste'mol qilyapti. O'zi mana shunaqa suvni taqsimoti qanchalik iqtisodiy samarador. Suvni o'sha qayta taqsimot qilib ham mana bir marta jo'natib to'xtatmasdan yana qayta ishlatadigan yo'llarni qilsak bo'ladi-ku. Ya'ni chegarani aniq qo'yib qo'ymasdan suvdan oqilona foydalanish, qayta taqsimotni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun ishlar qilinyapti. Qishloq xo'jaligi eng katta suv iste'molchisi qishloq xo'jaligi sektoriga shu 90-91% atrofida suvimiz qaratilsa, uni oqilona foydalanib, undan suv tejash texnologiyalari va boshqa ishlarni amalga oshirib, boshqa iqtisodiyot tarmoqlariga uzluksiz suvni yetkazib berish imkonimiz bor. Suvni qora bozori to'g'risida prezidentimiz ko'plab gapirganlar. Mana shu qora bozor deganimizda bu hisobga olinmagan suv. O'shani mana yana bitta juda muhim hujjat bo'lgan, eng ko'p quyi bo'g'inda suvchilarning eng mana shu pastida sezilgan islohotlardan biri bu 5-sonli qaror bo'lgan, o'tgan yilda imzolangan. Bu qaror bilan o'sha suvchilarda manfaati paydo bo'lgan suvni hisob-kitob qilishga. Ya'ni qancha ko'p suvni ochiqlasa, soyadan chiqarsa,
shu suv solig'ining 40% suvchilarni rag'batlantirishga yo'naltiriladigan Oylik tizim oshadi. yo'lga qo'yildi. Yaxshi. Endi ikkita raqam o'zi to'g'risida o'zi gapiradi. Shu paytgacha hech qachon 6 milliard kub metrdan ko'p suv ochiqqa chiqarilmagan hisob kitoblarda. Soliqqa tortilgan, fermerga senga yetkazdim deb isbotlashgan, fermerlar tan olgan 1 yilda ichida 13 milliard kub metr suv tortildi. 2 karradan ko'proq. Endi hozir bu yil mana 14, keyingi yil 15-16 gacha yetkazish choralari ko'riladi. Suvni boshqarishda mana energiya tejamkor proyektlar ham bizga muhim. Uni bizga kim qilib beradi? Xususiy sektorda shu entuziastlar bo'ladi. Suvni tovar sifatida yetkazib bera olaman, muqobil energiya manbalaridan foydalangan holda nasos stansiyalarini qura olaman deydigan sarmoyadorlar bor. Yo'q emas. Shularni shu suv xo'jaligi sohasiga jalb qilish qanday ketyapti? Suv xo'jaligi o'zi oldindan to'liq davlat byudjetidan moliyalashtirilgan soha edi. Endi bu jarayonga suvdan samarali foydalanish va energiyani tejash maqsadida joriy yilda o'zida 2000 dan ortiq davlat hisobidagi sug'orish quduqlari davlat xususiy sheriklik asosida xususiy sektorga berildi. Xususiy sherikni jalb qilingani hisobiga bu ham nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish va umuman provarni maqsad bu energiyadan va suvdan samarali foydalanish. Energiya tejamkor jarayonlarda mana davlatimiz rahbarining Xorazmga tashrifi doirasida taqdimot qilindi. Ya'ni fermerlar o'z tashabbusi bilan o'sha sug'orish nasos stansiyalariga muqobil energiya manbalarini, ya'ni quyosh panellari o'rnatib, energiya tejamkorligiga erishayapti, mablag' iqtisod qilyapti va nasos stansiya doimiy ishlamaydi, yil davomida sug'orish maqsadida ishlaydi va boshqa ishlamay turgan vaqtlarida uni energiyasini sotish orqali daromad ko'rish va o'sha qilgan xarajatlarni qoplash. Bu bo'yicha juda yaxshi tajriba taqdimot qilingandi va biz o'sha tajribani butun respublikaga yoyish bo'yicha ishladik va mana bu yilda o'zida 7,5 mingta shunday fermerlar nasoslari muqobil energiyaga, quyosh panellariga o'tkazish bo'yicha reja belgilab olganmiz. Yil oxirigacha bu hammasi quyosh panellari orqali sug'orishga o'tiladi va energiya samaradorligiga erishiladi. Va buning uchun davlat tomonidan ham imtiyozli 14% kredit ajratish yo'lga qo'yildi. Buning uchun 1,5 trillion so'mga yaqin kredit ajratish belgilangan. Yaxshi. Eng asosiysi shu iqtisod qilingan energiyani o'zidan 1 yil, 1,5 yilga bormasdan fermer kreditini yopib tashlaydi. Zo'r. Juda katta samara beradi fermerga. Prezidentimiz Namangan viloyatiga borganlarida shu Chortoq tajribasini keng joriy qilish kerak degan topshiriqlar berdilar. Uni afzalligi nimada? Paytgacha nasos agar xususiy sherikka berilgan bo'lsa, faqatgina A nuqtadan B nuqtagacha suv chiqarib berish sharti bilan berilgan. Endi hozir qaysi yo'lga o'tyapmiz? O'sha nasosga bog'langan maydon bor. Misol uchun qayerdadir 500 gektar, qayerdadir 10 ming, 15 ming gektarlab maydon bor. Shu maydongacha, fermer dalasigacha yetkazib berish vazifasini ham xususiy sherik olayapti. Va eng katta uni manfaat, moddiy manfaat albatta birinchi o'rinda turadi tadbirkorlarga. O'shaning uchun shu maydonga o'sha 10 ming gektar, 15 ming gektarga yetib boradigan suvning 40% davlatga emas, xususiy sherikka yo'naltiriladi. Mana shu tizim bo'yicha yaxshi tajriba bo'ldi va Namangan viloyatini o'zini shu keyingi yil 50% gacha, 27-yilgacha 100% gacha barcha ya'ni nasoslarini xususiy sherikka o'tkazish kerak degan topshiriq bo'lgan. Undan tashqari hozir mana Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo kabi viloyatlarda shu yo'nalishda juda qattiq ketyapti. Bugungi kunda Suv xo'jaligi vazirligini eng yirik 16 ta nasosini hammasini muqobil energiya manbalari bilan ta'minlab va boshqaruvga olish bo'yicha tashabbuskorlar kelgan, chet ellik investorlar, ular bilan ishlayapmiz. Agar bu loyiha xudo xolasa amalga oshsa, butun suv xo'jaligining 30% energiyasi milliy tarmoqdan olinmaydi. Bugun mavzuni ichiga qanchalik kirganimiz sari rosa ko'p muammolar va ularning yechimlari ustida jadalish borayotganini his qildik yana bir marta. Suv islohotlari albatta hali ko'p ishlar bajarishni talab qiladi mamlakatimizda. Prognozlarimiz yaxshi emas va eng muhimi buni o'z vaqtida anglab, jarayon ketayotganligi odamni xursand qildi. O'zi aytadi-ku, xalqimiz suv keltirgan elda aziz deb. Davlat rahbari tomonidan boshlangan xalqqa eng katta yaxshilik qilish siyosati, ya'ni suvni yetkazib berish siyosati yaxshi o'zanga tushganini bugun his qildik. Bizga bergan bilimlaringiz, ulashgan yangi ma'lumotlaringiz uchun rahmat aytamiz. Yana bu mavzuga qaytishimiz kerak albatta, chunki jarayon ketyapti, yangiliklar va ularni muhokamasi albatta bo'lish kerak deb hisoblaymiz. Zokir aka, Timur aka, katta rahmat bizga ajratgan vaqtingiz uchun.
Tashakkur yana bir marta. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.